Luqmon Hakim va Manman shogird. Luqmon Hakim o'z halolligi, o'ta kamtarligi va kuchli iste'dodi bilan butun xalqqa tanilib, hakim va tabiblar ustoziga aylangan edilar. Uning bir necha shogirdlari bo'lib, ular orasida Abu Talib ismlisi barcha shogirdlarga boshchilik qilardi. Vaqt o'tib, Abu Talib Manmanlik otiga minib, shaytonga oshno bo'libdi. Hatto ustozini ham nazar pisand qilmay qo'yib, hamma joyda o'zini maqtab, ustozidan o'tib ketganini ko'z qilar ekan. Bu gaplar Luqmon Hakimga ham bir necha bor yetkazilibdi. Lekin u kishi faqat tabassum qilib, to'g'ri, shogirdim mendan o'tib ketgan bo'lsa, men bunday shogird bilan faxrlanaman deb qo'ya qolar ekan. Kunlarning birida podshoh majlisida Abu Talib o'zini maqtab turganida Luqmon Hakim ham majlisga kelib qolibdi. Lekin shogird ustozini mensimay, mag'rurlanishda davom etibdi. Ilm majlisida o'tirgan podshoh Luqmon Hakimga qarab shunday debdi: "Ey hakim, sizni o'limdan boshqa har qanday dardga davo topgan inson deb bilardik. Nahotki shogirdingiz sizdan ustun bo'lsa?" Luqmon Hakim shunday javob beribdi: "To'g'ri, shogirdim qancha o'ssa, men shuncha xursand bo'laman. Chunki u mening mevamdir." Shunda podshoh: "Biz buni amalda ko'rishni istaymiz. Ikkingiz bir-biringizga qarshi zahar tayyorlang. Kim tirik qolsa, o'sha haqiqiy kuchli hakim" debdi. Luqmon Hakim sukut saqlabdi. Lekin Abu Talib bu shartga darhol rozi bo'lib, 3 kun muddat so'rabdi. Majlis 3 kundan keyin yana yig'ilish sharti bilan tarqalibdi. Shogird shu 3 kunda shunday qo'rqinchli zahar tayyorlabdiki, uning bir tomchisiga fil ham bardosh bera olmas ekan. Luqmon Hakim esa bu zaharga qarshi davo tayyorlab, katta xumga suv to'ldirtirib, 4 ta yordamchiga ko'tartirib, majlisga kelibdi. Abu Talib o'z zaharini sinovdan o'tkazish uchun yerga bir tomchi tomizibdi. Zahar yerda qaynab, bir gaz chuqurlikka singib ketibdi. Buni ko'rgan Luqmon Hakimning dushmanlari xursand bo'lishibdi. Lekin Luqmon Hakim xotirjamlik bilan yechinib, sut to'la xumga tushibdi va zaharga qarshi tayyorlagan dorisini ichib, ustidan shogirdi tayyorlagan zaharni ham ichibdi. Keyin esa sut ichiga kirib ketibdi. Oradan oz o'tmay, zahar ta'siridan xumdagi sut yashil tusga kiribdi. Uning sodiq shogirdlari Luqmon Hakimni xumdan chiqarib, uyiga olib ketishibdi. Ertasiga majlis yana yig'ilib, hamma uning ahvolidan xabar kuta boshlabdi. Kutilmaganda sal rangini yo'qotgan Luqmon Hakim majlisga yetib kelibdi. Hech kim bunday kuchli zaharni ichib tirik qolish mumkinligiga ishonmagani uchun hamma hayratda qolibdi. Podshoh Luqmon Hakimni qutlab, shogirdiga qarshi zahar tayyorlashni buyuribdi. Lekin hakim: "Yo'q, men yengildim. Shogirdimga zahar tayyorlamayman" debdi. Shunda Abu Talib: "Yo'q, zahar tayyorlasin. Ehtimol men ham tirik qolarman.
shunda kurash yana davom etadi debdi. Luqmon Hakim unda zahar 40 kunda tayyor bo'ladi deb javob beribdi. Podshoh va majlis ahli bu shartga rozi bo'lib, 40 kundan keyin yana yig'ilishga kelishibdi. Luqmon Hakim 4 ta mardikor yollab, Abu Talib yashaydigan uyning orqa hovlisini ijaraga olibdi. Keyin mardikorlarga shunday topshiriq beribdi. Ikkitasi tongdan shomgacha, qolgan ikkitasi esa shomdan tonggacha bir narsa yanchigandek qilib bo'sh qoplarni urib tursin. Bu holat 40 kun davom etibdi. Abu Talib esa ustozi qanday zahar tayyorlayotganini bilolmay, qo'rquv va hadik bilan kechalari uxlay olmaydigan bo'ldi. Oqibatda 40 kun ichida ozib, cho'pday bo'lib majlisga zo'rg'a kelibdi. Luqmon Hakim esa uydagi quduqdan olingan tiniq suvni chiroyli ko'zachada olib majlisga kelibdi. U katta hurmat bilan shogirdining oldiga borib, uning och, yupun va xarob holatda ekanini ko'rib, hayrat va afsus bilan yosh to'kibdi. Majlis ahli nahotki shunday yosh yigitni o'ldirib yuborsalar deb shovqin solishibdi. Luqmon Hakim shogirdiga qarab, balki zahar ichmassan debdi. Lekin manmanlikka berilib ketgan Abu Talib hech narsadan qaytmay darhol ichib yuboribdi. Shu zahoti uning yuzi oqarib, qoni qochib yerga yiqilibdi va jon beribdi. Luqmon Hakim esa majlis ahliga qarab, ko'zachadagi suvdan bir necha qultum ichib, bu oddiy suv edi. Shogirdim zahardan emas, o'z manmanligi qurboni bo'ldi debdi. Majlis ahli ko'zachadagi suvdan tatib ko'rib, Luqmon Hakimga yana bir bor qoyil qolgan ekan.